Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan iftorlik va saharlik uchun lavash xamiridan ajoyib issiq yegulik tayyorlashni o'rganamiz. Agar qiziq bo'lsa jarayon, yurakchani bosib videoni oxirigacha ko'ring. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar: tuxum, pomidor, ko'katlar, sir, pishloq o'zbekchasi, kolbasa va lavash xamiri. Birinchi bo'lib ishni bismillah deb sirimizni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Mayda kubik qilib to'g'rab olamiz. Keyingi navbat kolbasalarga ularni ham shunday kubik qilib to'g'rab olamiz. Bundan keyin pomidorimizni ham kubik shaklida to'g'rab olamiz va bundan keyin ko'katlar xohishga qarab serin qo'shamiz va bundan keyin tuxumlarga navbat, ularni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Va lavash xamirini o'zimiz xohlagan o'lchamda bo'lib olib, tayyor mahsulotga tuz, ziravorlar, ya'ni paprika, murch, ozgina qalampir qo'shib aralashtirib olamiz. Va tayyor masalliqni o'sha bo'lib olingan lavash xamirlariga chiroyli qilib o'rab olamiz. Bu orada gazga yog'ni qo'yib ozgina qizdirib olamiz va sekin orqa oldini qizdirib dasturxonga tortsak bo'ladi. Shunaqa qisir zo'r